Salom do'stlar. Men sizlarga hozir Jahon chempionatining C va D guruhini natijalarini tushuntirib beraman. Undan oldin menga like va podpiska bosishni unutmang. Demak, boshladik. C guruhidagi natijalar. Braziliya 1 g'alaba 1 durangdan keyin 4 ochko. Marokash undan ham 1 g'alaba 1 durang, undan ham 4 ochko. Shotlandiya unda 1 g'alaba 1 mag'lubiyat va so'ng esa Gaiti g'alaba yo'q, durang ham yo'q, 0 ochko. D guruhidagi holat. 2 o'yindan keyin Amerika birinchi o'rinda 2 g'alaba, ikkinchi o'rinda 1 g'alaba bilan Avstraliya turibdi, 1 mag'lubiyati bor. Uchinchi o'rinda Paragvay, unda ham 1 g'alaba 1 mag'lubiyat va so'nggi o'rinda Turkiya. 2 o'yindan keyin 0 ochko. G'alaba yo'q. Like va podpiska bosishni unutmang.